Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bundan burun qon to'g'risida ikki leksiya so'zlab o'tgan edim. U leksiyalarda deb o'tgandagidek qon bizning hayotimizda e, nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir suyuqlik bo'lib, bugun men shu qon ozliq to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlamoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglashini umid qilaman. Men oldingi leksiyalarimda so'zlab o'tgandagidek qon bir necha qon hujayrasi va qon plazmasini tarkib topgan. Qon odatda badan ig'irligininki 8% atrofini egallaydi. Biz ko'pincha alda voy menda qon kamkan deganni bilamiz, lekin bu qonninki qaysi qismi kamligiga ancha e'tibor berib ketmaymiz. Men bugun qon ozliq yoki qon kamlik degan vaqtida qonning qaysi tarkibini ko'zda tutadiganligini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Qon ozliq yoki qon kamlik degan vaqtida asosliqi badandagi qizil qon hujayra miqdorining normaldan tuvanligi ko'z tutiladigan bo'lib, qizil qon hujayrasining normal bo'lishi badandagi qizil qon hujayrasining yo'qilishiga, börekdə ishlab chiqargan qon ishlashni qo'zg'atadigan hormonlarga, qon ishlab chiqarishga keraklik bo'lgan materiallarga va qon ishlab chiqaradigan organ, ya'ni ilikning qon ishlab chiqarish iqtidoriga bog'liq. Ya'ni bularning har qandaq birida masala ko'rilgan vaqtida bizda qon ozliq, ya'ni qizil qon hujayrasi ozliq kelib chiqadi. Qizil qon hujayrasining normal ishlab chiqarilishi uchun yetarli miqdorda tömür, vitamin B12, folit kislotasi yoki vitamin B9 qatorliq moddalar yetarli bo'lishi kerak. Undaqda bu qizil qon hujayrasiniki normal miqdori qandaq bo'ladi? Biz odatda doktorxonaga berib qon tekshirgan vaqtida bir necha xil usul bilan badanimizdagi qonninki normal yoki kamligini ifodalaydigan bo'lib, ularning biri shu qizil qon hujayrasiniki soni, yana birisi qizil qon hujayrasiniki hajmi, yana birisi qizil qon hujayra oqsilining miqdori. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida, agar qizil qon hujayra soni erlarda 4 milliondan 6 million bo'lsa, ya'ni 1 millilitr qonda 4 milliondan 6 million bo'lsa, ayollarda 4 milliondan 5 million oralig'ida bo'lsa, bu qizil qon hujayrasiningki normalligini bildirdi. Hamda undaqda qizil qon hujayrasining hajmi degan vaqtimizda bu asosliqi mushu qonning ichida egallaydigan hajmi bo'lib, men oldingi leksiyarimda shu qizil qon hujayrasining hajmi taxminan qon hajmining 45%ni egallaydi deb so'zlagan. Hamda bu normal doir degan vaqtida erlarda 40%dan 50% oralig'ida bo'lsa normal bo'ladi, ya'ni o'tir hisob bilan 45%, anandan keyin ayollarda bo'lsa 35%dan 47% orasida bo'lsa normal bo'lgan bo'ladi. Undaqda qizil qon oqsilining miqdori qanchalik bo'lsa normal bo'ladi degan vaqtida erlarda 14 gramdan 18 gram orasida bo'lsa normal bo'lgan bo'ladi. Ayollarda 12 gramdan 16 gram orasida bo'lgan bo'lsa normal bo'ldi. Endi qon kamlik degan vaqtida shu qizil qon hujayrasi 4 milliondan kam bo'lsa, ya'ni 1 millilitr qonda 4 milliondan kam bo'lsa, anandan keyin qizil qon oqsil miqdori 12 gramdan tuvan bo'lsa, bu qon ozliq yoki qon kamlik hisoblanadi. Bu rasmda ko'rganimizdek bu sol tarafdagi
normal qon hücrəsinin sani, yəni qızılı qızıl qan hücrəsi, oqi oq qan hücrəsi, anandan kiçik turğuni şu kiçik turğanları bu şu qan plastinkası, yəni qan to'xtatishda muhim rol o'ynaydigan platelet degan shu bu o'ng taraflikisi ko'rayotganimizdek oqqan hücreleri bilan shu qon to'xtatish danchisi, ya'ni qon plastinkasining sonida jiq o'zgarish yo'q, lekin qizil qon hücrelarining soni normalga nisbatan ko'p tuvallab ketgan. Bu shu biz normalda deyotgan qon ozlik yoki qon kamlik bo'lib, u asosliqi qonning umumiy miqdorining kamligi bo'lmasdan, balki qon tarkibidagi qizil qon hücrelarining kamligini ko'rsatadi. Undaqda qon ozliqda qandaq alomatlar bo'ladi? Qon ozliqning alomatlari qon ozliqni keltirib chiqargan sababga qarab o'xshash bo'lmaydi. Agar qon ozliq so'zilma xarakterlik kasallikdan kelib chiqqan bo'lsa, kasallik alomatlari niqoblanib qoldi. Ya'ni bundaq aytgan vaqtida bu kasal ost taraqqiy qilganligi uchun e, nurg'un kishilar bu asta kelib chiqqan qon ozliqqa ko'nab ketadi. Ya'ni badan moslashib ketganlik uchun normalda alayda bir kasal alomatlari ko'rilmasligi mumkin, lekin qon kamlik ig'irlashgan vaqtida yoki boshqa kasalliklarga giribtor bo'lib badanning kuchi ozlashgan vaqtida anandan keyin ba'zi alomatlar ko'rilishi mumkin. Yana bundaq shu dastlabki qon kamlik, qon ozlik bo'lgan vaqtida faqatla doktorxonaga berib tekshirtish orqali anandan keyin qon ozliqni bayqag'ili bo'ldi. Lekin normal kasal alomatlarga qarab aniq diagnoz qo'yish biroz qiyin, chunki qon kamlikda kelib chiqadigan ba'zi alomatlar boshqa kasalliklardami o'rtaq bo'lganligi uchun uni cho'qim u alomatlarga qarab senda qon ozgan deyish qiyin. Albatta men yuqorida deb o'tgandagidek qon ozliq ig'irlashgan vaqtida anandan keyin uning alomatlari tipik va ro'shan bo'ladi. U vaqtida kasal alomatlarga qarabmi qon kamlikning kamlik to'g'risida ba'zi faraz gumonlarni o'tirib qo'yish, hatto aniq diagnoz qo'yishmi mumkin. Qon ozliqning sababiga va qon kamlikning ig'ir yengilligi asosan ba'zida qon ozliqning hech qanday alomatlari bo'lmasligi mumkin. Buni men yuqoridami ta'kidlab o'tdim. Shunga qandaq qon ozliqda alomatlar bo'ladi, qandaq bo'lmaydi degan vaqtida bu asosligi shu kasalning ig'ir yengilligi va qon ozliqni keltirib chiqargan sabablarga bog'liq. Undaqda shu qon ozliq taraqqiy qilib tipik shu kasal alomatlari paydo bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar kelib chiqadi degan vaqtida oldi bilan og'riqliq, badan ojizligi, andan keyin terisi bo'libmi kolpuk, tirnoq rangi suslashish, ya'ni sog'uch bo'lish, yurak qalaymiqon so'qish, nafas siqilish, bosh qiyish, ko'krak og'rish, qo'l va put issimaslik yoki to'nglab turish, bosh og'rish. Bularning hammasi qon kamlik yoki qon ozliq dastlabda paydo bo'lgan vaqtida emas, balki qon ozliq, qon kamlik ig'irlashgan vaqtida anandan keyin ko'riladigan alomatlar. Shunga qon kamlikni bilish bo'lib qon kamlikni baldur bayqash uchun cho'qim doktorxonaga berib tekshirtishga to'g'ri keldi. Undaqda qon ozliqning sabablari nima? Ya'ni nima sababdan bizda qon ozliq bo'ldi degan vaqtida birinchisi badanda har xil sabablar tufaylidan qon yo'qotish bo'lgan vaqtida. Bu leksiya to'g'risida men oldingi leksiyarimda deb o'tgan badanda har xil sabablar tufaylidan qon yo'qotish bo'lgan vaqtida hamda yolg'iz qizil qon emas, qizil qon hücresi emas, hamma qon tekshi ozlishi mumkin.
Lekin ko'pincha ahvollar ostida biz deyotgan qon ozliq ost xarakterlik kasallikdan kelib chiqqan qon ozliq bo'lib, u masalanga shu ma'lum kasallik tufaylidan qon hujayrasiningki umri qisqarib ketgan vaqtida bundaq ahvol ostida qondagi boshqa hujayralarda normalsizlik bo'lmaydi, faqatla qizil qon hujayralari kam bo'ladi. Uchinchisi, qon ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan moddalarning yetarli iste'mol qilinmasligi. Ya'ni bo'lib tomoq tanlaydigan kishilar ba'zi shu yegan tomog'ida shu qon ishlashda zarur bo'lgan moddalar kam bo'lganlikdan badan yetarlik xom materialga erisholmay qon ishlab chiqarish to'salg'uga uchraydigan ahvollar bo'ladi. To'rtinchisi, har xil sabablar tufaylidan qon ishlash organi bo'lgan ilik zaxmiga uchrab qon ishlab chiqarish to'sqinlikqa uchrash. Bular hamda shu qon kamlikni keltirib chiqargan muhim omillar hisoblanadi. Bu rasmda ko'rsatilgandek qon ozliqning sabablari asosliqi birinchisi shu to'mirning kamligi, ikkinchisi vitamin B12 ning kamligi, uchinchisi folit kislotasi yoki vitamin B9 ning kamligi, andan keyin shu qon ishlab chiqarishninki to'sqinlikqa uchrashi, andan keyin badanda qon yo'qosh, ya'ni ost xarakterlik qon yo'qosh yoki bo'lmasa qon hücreleri, qizil qon hücreleriniki ölüp getishi tiz bo'lishi. Ben yuqorqi oldingi leksiyarimda qizil qon hücresininki ömrünün 115 kundan 120 kun arasida bo'lganligini deb o'tgan. Agarda shu qon hücresinin ömrü qisqarab masalan 60-70 kunda o'lib ketadigan ish bo'lsa, yenidan ishlab chiqarilgan qonlar bu o'lgan qonlarninki o'rnini vaqti-vaqtida to'liqlanmaganligi uchun bu bizda qon kamlik kelib chiqishi mumkin. Ondan boshqa andan keyin shu nimaninki yuqorida degan qon yo'qosh, andan keyin qon hücresining o'lishi hamda. Shu sabablar asosliqi shu qon kamlikninki muhim sabablari hisoblanadi. Undaqda qon ozliqning turlari qaysilardan iborat? Yoki bo'lmasa shu qon ozliqni keltirib chiqargan shu omillarga qarab qandaq turlarga bo'lishga bo'ldi degan vaqtida birinchisi qon ishlab chiqarish to'sqinlikqa uchrash xarakterlik qon ozliq, ya'ni aplastik anemiya deymiz. Bu qon ishlab chiqarish to'sqinlikqa uchragan vaqtida kelib chiqqan qon ozliq. Ikkinchisi to'mir kamlik sababidan kelib chiqadigan qon ozliq. Uchinchisi o'g'oqsimon qizil qon hujayra kasali. Ya'ni bu shu qizil qon hujayrasiningki shaklininki normalsizligi tufaylidan qizil qon hujayrasining umri qisqarib baldur o'ladigan yoki bo'lmasa normal qizil qon hujayrasi o'tashga tegishlik xizmatlarni o'tayolmaganligi uchun bu qon kamlik bo'ladigan alomatlar kelib chiqadi. To'rtinchisi o'tirdingiz qon ozligi. Ya'ni bu bir irsiy kasalliklar bo'lib, bu kasallikni eng dastlabda o'tirdingiz bo'yida yashaydigan insonlarda bayqallik uchun bu xildagi qon kamlikni o'tirdingiz qon ozligi deb atagan. Beshinchisi vitamin kamlik qon ozligi, ya'ni vitamin 9 va vitamin B9 va vitamin B12 kam bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan vitamin kamlik qon ozligi. Albatta, uningdan boshqa, ya'ni o'xshamagan sabablarga qarab ba'zi qon kamliklarni ayirish mumkin, lekin bu 5 xili hozir eng ko'p uchraydigan eng asosli qon kamlik hisoblanadi. Undan boshqa shu ya'ni qandaq kasalliklarda qon ozliq paydo bo'ldi deganda yoki qon ozliq paydo qiladigan kasalliklar, ya'ni qandaq kasalliklar bor deganda birisi rak kasali,
ikkinchisi AIDS kasali, uchinchisi revmatizmlik bo'g'im yallig'i, to'rtinchisi ost xarakterlik böbrek kasali, beshinchisi ost xarakterlik yallig'lanish. Ya'ni yallig'lanish deganda o'xshamagan organlarning yallig'lanishi bo'lib, bularning hammasi ost xarakterlik kasal bo'lg'achqa, uningki agashma kasallik alomati hisobida qon kamlik kelib chiqadi. Undaqda qon ozliqninki, ya'ni qon kamlikning oldini olish uchun qanday qilishimiz kerak? Yoki qanday qilganda qon ozliqninki oldini olib bo'ldi degan vaqtida, men yuqorida tilga olgandagidek, ba'zi qon ozliqni irsiy omillar keltirib chiqarganligi uchun biz uninglik uchun alohida amal qilolmaymiz. Lekin mush vitamin kamlik, temir kamlik va boshqa sabablar tufaylidan kelib chiqqan ba'zi qon kamlikninki oldini agar diqqat qilsak biz ola olamiz degan gap. Birinchisi qon yo'qotishdan saqlanish, ya'ni har xil zaxmlardan amal bor saqlanish. Ikkinchisi qon ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan yemakliklarni, moddalarni yetarli iste'mol qilish, ya'ni temir, vitamin B12, vitamin B9 qatorliq moddalar mo'l bo'lgan yemakliklarni yetarli iste'mol qilish. To'rtinchisi ilikning zaxmiga uchrashini uchun saqlash. Endi ilikni qandaq narsalar zaxmiga uchirtadi degan vaqtida hammamizga ma'lum bo'lgandek radioaktivlik nur, ya'ni shu atom qurol bombalarniki ta'siridan ilik eng ko'p zaxmiga uchraydi. Uningdan boshqa shu doktorxonalardagi rendigen deymiz, anandan keyin ba'zi kimyalik moddalar deymiz, ular ilikka ta'sir ilikni zaxmi qilib, ilikning qon ishlab chiqarishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Beshinchisi qon ozliq paydo qiladigan kasalliklarni vaqtida davolash. Ya'ni men yuqorida deb o'tgan ba'zi kasalliklar qon ozliq keltirib chiqaradigan bo'lg'achqa, biz qon kamlikning oldini olish uchun u kasalliklarni vaqtida davolashimiz kerak. Mən tövəndə muş qarindoshlarniki foydalanish uchun qon ishlab chiqarishda zarur bo'lgan mushu temir, vitamin B12 va vitamin B9 mo'l bo'lgan yemakliklarni o'rnak qilib qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Albatta, men bu yerda mushu moddalar mo'l bo'lgan yemakliklarning hammani bir-birlab o'tirib qo'yishim mumkin emas. Men faqatla turlarga ayirib bu mushu temir, vitamin B12 va vitamin B9 mo'l bo'lgan ba'zi yemakliklarni qarindoshlarga sunmoqchi. Temir mo'l yemakliklar degan vaqtida asosan mushu qizil go'sht, ya'ni bu yerda inglizchada red meat, white meat deb araydi. Qizil go'sht degan vaqtida mushu qo'y go'shti, kal go'shti degandek go'shtlar qizil go'sht, anandan keyin tog'i go'shti degandek go'shtlarni biz oq go'sht deymiz. Bu qizil go'sht, beliq va tuxum. Bularda temir moddasi mo'l bo'ldi. Uningdan boshqa purchaq oilasidagi ko'ktatlarda, qiyniq yeşil yo'pirmoqliq ko'ktatlarda, donliq ziroatlarda, chilan va boshqa quruq mevalarda. Bularning hammasida shu temir moddasi mo'l bo'ladigan bo'lib, odatda biz badanimizda, ya'ni uchayda alohida kasal bo'lmagan ahvol ostida tomoq tanlamay, har xil tomoqlarni normal iste'mol qilib bersak, temir kamlik kelib chiqmaydi. Biroq biz uchayda masala bo'lib, yegan tomoqdagi temir yetarli qabul qilinmagan vaqtida yoki biz tomoq tanlagan vaqtida bo'lib, temir moddasi mo'l bo'lmagan tomoqlarni ko'p iste'mol qilib, temir moddasi mo'l bo'lgan tomoqlarni iste'mol qilmagan vaqtimizda temir kamlik kelib chiqishi mumkin. Vitamin 12 mo'l yemakliklar degan vaqtimizdami, ya'ni shu qizil go'sht, beliq va tuxum, anandan keyin qo'yning jigiri, qo'yning jigirdimi bu vitamin B12 ning nihoyatda mo'lligi ma'lum. Süt mahsulotlari, endi masalan qitiq deymiz, har xil süt mahsulotlari, anandan keyin donliq ziroatlar, purchaq mahsulotlari, bularning hammasida shu vitamin B12 mo'l bo'ladi. Folit kislotasi yoki vitamin B9 degan vaqtimizda qandaq bu yemakliklarda bu moddalar
mol degan vaqtida meva va meva sharbati, qiniq yeshil yo'pirmoqli ko'ktatlar, yeshil no'qut yoki yer yonqi, purchoq oilasidagi ko'ktatlar, guruch qatorliq donliq ziroatlar. Bularning hammasida shu folit kislotasi yoki vitamin B9 mo'l bo'ladi. Bugungi leksiyani men mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammamizni Alloh salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.